Bugun 1-may. Res mikrofon ishlayaptimi? Ishlayapti. Bugun 1-may. Xullas portalga ham, boshqasiga ham, Ipak sanoatga ham yozib, aytib, charchab tilim post tashlab yubordi xullas. Nima qilishni bilmasdan oxiri yurtboshimizga, prezidentimizga bitta she'r yozishga qaror qildim. Ishqibozlik yoki havasga balon olib 4 ta zapasga, poraxo'rni tiqib qafasga, Furqatga ham keling prezident. Andijondan ketmasdan nari, doktorlari omidir bari, ishdan ketmas itdan ham qari, Furqatga ham keling prezident. Ming yugurib bitmas ishingiz, yiladi kalish tishingiz, iltimos Damasda kelingiz, Furqatga ham keling prezident. Ko'zini loq qilib qistalaq, qachon borsam yo'q deydi mablag', g'irt va'davoz, yolg'onchi ablag', Furqatga ham keling prezident. Imtiyozlar ishtoni yo'qqa, imtiyozlar ishtoni yo'qqa, kreditlar vijdoni yo'qqa, Aripov ham kep ketdi so'qqa, Furqatga ham keling prezident. Shamol bo'lib bo'ronda yeling, rahbarlarga indamay keling. Hech bo'lmasa qo'ng'iroq qiling, Furqatga ham keling prezident. Qo'chqorovday emasman duduq, temir tirnoq gapirmas quruq, bo'lib ketgan qarindosh urug', Furqatga ham keling prezident. Tog'lar boshi qor bo'lsa kerak, gap o'qimaslar mol bo'lsa kerak, xaritada bor bo'lsa kerak, Furqatga ham keling prezident. Belga bog'lab belbog' kamarni, o'rnatib olib antiradarni, muqimiyday boshlab safarni, Furqatga ham keling prezident. Hayt qishloqqa keling prezident, hayt qishloqqa keling prezident.